Yaxshimisilar, to'rdoshlar. Men yana hikoya chiqardim bugun. Yana shu do'yun supsitga Dilyar degan bolaninki hikoyalari. Bu hikoyalarni men butunlam qilib chiqaray degan asli parchalanib ketib qoldi, chunki YouTube'da yangi abone bo'lib film chiqarganlar 15 minutdan film chiqarolmaydi, shunga ishkiga bo'lib chiqardim. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Undaq bo'lsa hikoya ketdi. Hem to'rtinchi hikoya bir to'rdoshning mo'misi qaytishib qolganda, bu to'rdosh boshqa shaharda xizmat sababidan qaytolmay qoladi ekan. Bu mo'misi xotandiki qaytolmay 3-oyda tugab ketgan ekan. Shu necha oy o'tgandan keyin bir 5-oylardami ishdan tushib, bir kuni baldiroq ishdan tushibdi ekan. Uyga qaytay deb arijida qolib yo'lda ketyapsa, endi arijida qolib yo'lga mansbek diqqatmi qilib ketmaydigan odam. Yo'lda odam shunda ozki, ammo oldida bir mo'may ketib qolganda. Bu bol keyindan qarab qarasa shu simasi, menishlari mo'misiga o'xshashganda. Voy mo'may, ajab mo'mamga o'xshaydi deb mo'misi ko'z oldiga kelib, shu bir xil bo'lib, ko'nglim bo'lib, yendan o'tkitay baldiroq deb. İştirakmi yo'q, mendan o'tkitib berib, shu ko'zni qo'rqitib, bundoq qarasa, chiroyimi mo'misiga o'xshash ekanda. Ammo chiroyi bir xil aqirib ketgandek ashundaqki, sonradan bu bol bu mo'misini ko'rib turib qoldi, u mo'mis ashadlar bu bolning oldiga kelib yuzlarini silaydi ekanda, qo'li shunda muzdakka deydi. Silab, "Bolam, sen kammiding-ku?" deb shunda deydi ekan. Biz bu bol ya gapirolmaydi, asha turib qoldi, ko'zlarimdan yosh shunda eqib bordi deydi. Shu mo'may silab qo'yib, keyin bir yo'qolib ketgandek bo'ladi-ki, bu bol shu turib qoldi, angacha boshqa odamlarning varan-churonlari anglanib asli keldi-ki, shundaq bir ko'rindi ekanda. Keyin shuning bilan berib kelay deb berib mo'misini yo'qlab qo'ydi-ki, mushtaq bir g'alati ish yuz beribdi-ki, shu ko'p kunduzda ham qarog'im tushmagan vaqtda mo'mam ko'ringan deb. Shuni deb beribdi-ki. Hamda 3-hikoya bir bola kechda ishdan tushib uyga qaytib tomoqni yeb 20 ishlar kirgan bo'lgan. Shu malisda shu og'insi ekanda, bular kun kechda mali chiqib o'ltirdi-ki, shu kuni orasidagi birisi aroq ichmaylimi deyotganda, deganiki shundan bilan bo'ldi deb do'konga kirib aroqni olib, endi u mali ichib olgandan keyin saturdi-ku, shu nega kirib ichimiz deb malining oyog'iga bassa, o'sha Borvay deb bir nima ekan. Shu Borvaydan keyinda burun parnik qilgan, keyin hozir buzib axlatxona olib ketgan işte bir mehnat bir yer ekanda. Bular nima o'yladiki, Oyshoqqa borayli deb bosh axlatxonalardan o'tib, axlatxonaning atrofida bir eriq bor ekan, shu eriqning bo'yida turib, to'ti ichdi ekanda. Jig'mi ichmagan deydi. Birdan ichib o'tirgandan keyin yonimdagi og'inam beshini tizib qo'yib oldi. Bizmi diqqat qilmabdik. Uyqusiga ketgan o'xshaydi debdik. Biz o'zimiz kulib chaqchaq param bilan o'ltirsak, bir chog'da bu beshini ko'tarib men qaradi dedi. Qaragan timimda qarsam, ko'zining iqi yo'q. Hamma yer qarchiqdek ko'z qop-qarashda ketdi. Sonda abullarga odamlar bir yozib qo'yibdi deb desa, ular telefondan chiroqlarini yiqib qarasa, rost ko'z qop-qorlab ketganda. Voy, nim bo'lding deb qilsa, bola bir gaqilma deydi, gaqilmaydi ekanda. Voy, nim bo'lding deb bular ya nim qilib ketdi-ki, o'ng'ich u bol degan bir xil badalari qetishganday bo'lib oldi, eriqning ichiga go'pil tushdi-ki, yo'q badan tub-tuz taqtaydek bo'lib ketganda. Daq bir qatlanmaydigan ekan. Bular uni qo'p-quzib o'rinlardan ikki yoqdan ko'tarib g'az-g'az qilib mayli bir o'rinda yoki şey yotqizdi-ki, angacha bu bola vaqirashga boshlagan. Beshida o'zining ovozini vaqagan deydi. Keyin to'g'ri bir erning ovozi o'ylandi, uning oxiridan bir ayolning ovozi ketdi. Chig'irib qoldi, biz qo'rq ketib qana qilamiz deb shunda vaqirab ketgan ekan. Endi uni tutayli desakmi, bir besib olayli, og'izlarini etib olayli desakmi, uchimizni degan shunda tushunib ketdi dedi. Ishtirib boshlab ketdi. Uchimiz ham chatoq deb kichik olgan ekanmiz. Qochaylik deb qechib, xiyli bir qochib boqichi oshining vaqirgan ovoz olinibdi. Balki biz uni uyga kirib cho'nglarini chaqirdik, cho'nglar bilan kelsak, uyalik qo'shnilar men bo'lib chiqibdi-ki, berib shular bilan cho'nglar bir chelak suv ichinglar dedi.
Shu bala su chechipdi. Chechib bo'lgandan keyin o'sha bir akash-vaka berib boshlarini silab bo'ldi deb rimlandab qolgandan keyin bu balma sal bo'shab qolibdi. Angacha soqchidan kelibdi, doktordan kelibdi, buni mashinaga besib akitibdi. Akatgandan keyin endi bir hafta o'tgandan keyin ma uchi shu mahalda o'ltasa bu saqayib chiqqan o'xshaydi. Ijarab ketdi-da bizning yoniga. Keyin nima bo'lding sen? Ashkan zat nimani ko'rding desa, voy adash, men sizlar bilan mushtaq o'ltirgan. Bu yoq Eriqning o tarafida ikkisi, ma tarafida ikkisi o'tiribdi ekanda. Men sening yoningda o'ltirgandim, adash. Mening ma tarafimga tuyuqsiz birisi kelib mo'xlab o'tirdi yonimda dedi. Men bu kimdir deb shunday qarag'animni uqmay, aniq ko'ramadim bir qari bir mushtaq bir odam kelib yonimda o'tirdi. Sizlar bu yoqda parang qilyapsizlar, men sizlarga gap qilaysam, gap qilolmayman. Bu aroq ichi deb shunda bir zo'rlab ketib qoldi. Anglachilab beshim shunda piyqirgandek bo'ldi, tizim qo'yib oldim. Uning oyog'ini uqmayman. Men bir ajoyib bir berib qoldim. Ko'z oldimda bir choq bilak bor, shu piyqiradi, choq bilakning piyqirig'ini qarab turyapman. Ancha-muncha g'uva sizlarning bilmagan qotganinglarni ko'rib qolman. Lekin hech qanday gap qilolmayman, hech qanday inkos yo'q, men shu choq bilakka qarab turaman. Keyin shunda choq bilakning orasidan bir odam keldi dedi. Kelib yuzlarimni silab, "Bo'ldi bolam, qo'rqma, hech nima bo'lmaydi, qaytib ket" deb ashtaq bir gaplarni qilgan bo'ldi. Shu odam kelib ketgandan keyin ananiki ko'zimni ochsam, doktorxonada ekanman. Qarsam ojizlab ketdim, beshimni maran ko'tardim. Shu dadamlar yonimda bor ekan, shu doktorxona bir hafta yetib quvvat ukollarni urib, maran deganni o'nglab chiqdim deb shu hikoyani so'zlab beribdi ekan.